Ot, bizning qishlog'imiz Viarzon degan shaharcha. Ota hammasi kichkina uychalar bor-ku, bu yerda. Juda interesno. Ashlar hammasini o'zi buzib, katta uy qurish kerak-da. O'zi bu yerda uy yetishmovchilik deyishadi, nimagadir uy umuman qurishmaydi. Uy umuman qurilmaydi bu yerda. Hatta bu yerda har kuni muzika bo'lardi, chunki bugun muzika yo'q. Chota. Har kuni muzika o'ynab turardi. Takoy sentralniy ko'chada bu. Zo'r ko'cha. Bu yerda hamma mana bu tilla tamma. Mana bu elitniy magazinlar shu yerda. Opachalarga. Bilasizlarmi, nima deydi? Ana multik bor-ku, Carlson multik. O'sha multikka o'xshataman mana shu uylarni. Carlson tomlariga o'xshaydi. Tom tepadan qaraydigan bo'lsanglar. Atak yaxshi joy. Toza havo. Har kuni yomg'ir, chistay jonga ham tepib ketdi bor-ku o'sha. Bu yomg'ir ham. Hozir yana yomg'ir yog'ishni boshladi. Hozir magazinga ketyapman. Nonim qolmabdi. Non borib olib kelib baget. Aslında bu yerda bagetni sotishadi, boshqa hech nima sotmaydi. Bageti, булочки. Shunga o'xshagan narsa. Ana qora non, bunaqa narsalar yo'q bu yerda. No, по крайней мере, men ko'rmadim, to'g'risini aytsam. Balkim bordir. No, вот такие дела. Bagetni ham oldim mana. Xullas, bitta baget 0,85 евро. Короче, 10 ming so'm. Bu endi eng kichkina baget. Shunaqa o'rtancha takoy normalniy bagetlar. 1,5 yevromi shunaqa. 1,30 mi shunaqa. Taxminan 1 yevro 14 ming so'm bo'lsa, plus bu yerda taxminan почти 20 ming so'm bitta baget, bitta nonning o'zi. Tak narxlari, mana bu produktlari почти bir xil narx. Toshkentniki bilan почти identichno. Даже balkim может быть tak arzonroq ham bo'lishi mumkin. To'miq eshik uyimga ham kelib oldim. Ko'chada вообще yomg'ir quyuyordi, jala quyuyordi. Вообще bor-ku. Chisi jonga tegib ketdi mana shu yomg'ir ham. Har kuni yomg'ir. Tak, agar qiziq bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyga yozinglar.